Ulardan oq fotiha olib, har birlarini guvohligida hozir Primoy to'g'ridan-to'g'ri yagona yaratuvchi energiyalarga ulanamiz. Oppoq nur butun tanangizni qoplamoqda, yorug'lik. Yagona yaratuvchi nur kabi porlamoqda. Buyuk, cheksiz sevgi oqimi. U bizni otamiz, yaratuvchilar yaratuvchisi, ulkan kuch-qudrat. Yaral deganda butun dunyo yaraladi. U yaral deganda hamma narsa yaraladi. Ulkan kuch-qudrat oldida ekanligingizni his qiling. Shu qadar ulkan kuch-qudrat, har bir so'raganingiz, har bir tilagingiz shu onda ijobat bo'ladi. Hozir to'g'ridan-to'g'ri biz yagona yaratuvchi stansiyasi bilan aloqaga chiqdik. Yerda turib, shu yerda turib, Primoy ulandik. Muqaddas nur xizmatchilari, avliyolar har biri guvoh bo'lib turishibdi. Bizni atrofimizda o'rab turishibdi. Yettinchi chakra peshonalaringizni o'rtasida yagona yaratuvchiga uluvchi bizni chakra bu. To'g'ridan-to'g'ri. Bu joyda blok bo'lmaydi. Bu joyda yagona yaratuvchiga ulanish uchun hech bir insonda aynan 7-chakrada blok yo'q. Har qanday o'lchamda, har qanday holatda Primoy yagona yaratuvchiga chiqqaningizda u sizni eshitadi. Har doim bizni eshitadi, bizni otamiz. Har doim bizni qo'llaydi. Bizni hammamiz yagona yaratuvchi nafasidan yaralganmiz. Biz uni farzandlarimiz. Butun mavjudlik, butun mavjudotlar har birimiz shu manbaga tegishlimiz. His qiling bu energiyalarni butun tanangizni tozalamoqda oppoq shaffof nur. Sokinlik, jimjitlik, u eshituvchi, u tinglovchi. Bag'ri kenglik, kechirimlilik, shartsizlik. Umuman bo'lish ongi yo'q. Har bir bandani, har bir qalbni yuksak sevuvchi zot. Eng muqaddas zot. Alloh. Har doim qalbingizda bo'lgan, har doim talpingan, biz talpingan yagona inson. U ruh yagona yaratuvchi vasliga talpinadi. U bilan birlashishni, u bilan bir butun tanaga aylanishni istaydi. Asl uyga qaytish bizni asl missiyamiz. Hozir biz Xudoga murojaat qilamiz. Yagona yaratuvchi otam, men bilan birga takrorlang. Allohim, panohgohim, yaratuvchilar yaratuvchisi, buyukligim, eng ulug' zotim. Men bugun ko'zlarimda yosh bilan, yuksak sevgim bilan, ilohiy ishonchim bilan seni oldinga turibman. Men har bir bosib o'tgan yo'limda, har bir yashamlarimda agar sendan norozi bo'lgan bo'lsam, agar senga nisbatan ishonchsizlik bildirgan bo'lsam, bugun har bir stansiyalarni tark etgan holatda senga murojaat qilaman. Sening buyukligingni tan olaman.